Alaykum aziz yurtdoshlar, qavmi qarindoshlar, obunachilar. Mana bugun bir shasht bilan qiziqib dam olishda chiqdik mana Ko'ldibo'yiga. Endi havasiga bironta baliq ishlaymizmi, ikkita ishlaymizmi? Kayfiyatni ko'tarib mazza qilib tabiat sizlarga ham ulashdik mana shunday o'zimizga o'xshagan ishdan charchab kelib tomosha qilsa bo'ladigan video bo'lyapti. Baholab qo'yaverasizlar o'zlaringiz. Laykni mana ayamasin. Laykni arzisa bosingizlar, arzisa og'aylar. Laykka balichiga emasmisiz? Endi hozir bismillah deb mana videomizni boshlaymiz. Hozir baliqlarni ham qo'yamiz, xudo xolasa. Ha. Shomratjon mana poplovkni otdi. Men mana bitta zakidishga otib qo'yibdim. Yem bilan. Bo'lam chuvalchanga tashlagan. Ishlaymiz inshaalloh. Mana shunday bir endi mana videomiz uzun bo'lib ketmasligi uchun pauza qilamiz. Atrofni ko'rsatdik sizlarga mana. Juda chiroyli joy. Bir Rus posyolkasining o'rtasida bir deki ko'lcha. Shuni sinab ko'ryapmiz. Oldin umuman ishlab yo bir nima qilmaganmiz. Bizlar uchun qiziq. Paplovchadan mana tortyapti. Mana ozgina bo'lsa ham sizlarga poplovkni harakat qilamiz ko'rsatishga. Videomizda kamchilik bo'lgan bo'lsa, endi oddiy telefondan olyapmiz-da. Hisobga olaverasizlar shuni. Qushlarning ovozi bor, mana tabiat zo'r. Tabiat juda go'zal. Osmonda bulut bor. Salqin havo, hamma yozda issiqdan tolib charchab bir chiqqanmiz salqinda. Mana vatandoshlarimiz ekan u kishilar ham. Bizlar ham keluvdik. Mazza qilib bir baliq olaymiz deb dedi. Davom etamiz azizlar.